odamni xafa qilsang, baxtli qila olmasang, mana senga nima bo'ladi demoqchilar dadam. Anunga nima bo'ldi? Bo'ldi, men qizingizni baxtli qilaman, adajon. Bitti. Adam seryozni odamlarga yaxshi ko'radi, o'zingizni jiddiy tuting. Adash, iltimos, oxirgi imkoniyat. Yo'q, meni otib tashlasangiz hozir prosta o'lib ketaveraman, lekin mendagi bunaqa 4 ta restoranim bor. Kuyov topa olmaysiz. Aka! Ketuvaymi? Ketib qolma, hozir otaman seni. Roziman deyaptilar. Rostdanmi? Bitta duo qiling. Yo'q, qadam qildim. Yo'q. Nima qizingiz-ku, nima? Kim bo'lsangiz ham qizingiz-ku, bitta duo qilsangiz nima qildi? Qizingiz baxti uchun. Turiya ada. Ilohomin. Bolalari vali bo'lib qo'sha qarib baxtli bo'lib. Sen bana o'zim ustida kuryapsanmi? Otib tasha! Otib tasha! Fireball.